Rahman ve Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman. Ramazon maktublari 13 qism. So'zning kuchi. Kundalik hayot falsafamiz so'zning ustiga qurilgandir. Hattoki koinot so'zning ustiga qurilgandir desak xatolashmaymiz. Barliq mavjudiyat Allohning kun fayakun so'zining mahsulidir. Allah har qachonki bir narsaning bo'lishini iroda qilsa, uningga bo'l deydi-da, u darhol barliqqa keladi. Yadin surasi. Barliq koinot Allohga bo'lgan hamdisi va tasbihi bilan so'zlamoqda. Koinotning tasbihi uning Allohga pishirilishidir. Shundaqla yaratilish g'oyasi bo'yicha jarayon qilishidir. Allah osmonning, zaminning Allohga so'z qilganidan, shundaqla jannat, jahannamning bu so'zlardan bahis qilganidek, ularning tasbih etishidan bahis qiladi. Hech qanday bir şey yo'qki, Allohga hamd etish bilan tasbih etmasin. Lekin sizlar ularning tasbihining kayfiyatini tushunmaysizlar. Isro surasi 44-oyat. Demakki, barliq mavjudiyat Allohga o'ziga xos tillari hamda sano tasbihlar sunmoqda. Hazrat Adamga Alloh so'zini talaqi qildi. Fatalaqqa Adamu min robbihi kalimatin fataba alayhi innahu huvat tawwabur rahim. Sura Baqara 37-oyat. Alloh Adamga kalimalarni, so'zlarni o'rgatdi. Allah Musaga söz qildi. Nisa 163-oyat. Allah İbrahimni kelimeler, sözler bilan sinadi. Baqara 224-oyat. O yani İsa Allah'ның Meryem'ge tashlagan kelimesidir. Nisa 171-oyat. Mana bularning hammasi söz ve sözning kuchidan bahis qilmoqda. Bizning kundalik hayotimizdagi barma, kelma, o'ltirdi, qopdi, ketdi, keldi, berdi, aldı, sattı, setib oldi qatorliq hayot falsafalarimizning hammasi so'zdir, so'zning ustiga qurilgandir. So'z yo'q bo'lsa, o'z yo'qdir. Qilishqa so'z topolmaganlar mushkaltak ko'tarib qopadiganlardir. Shundaqla so'z insonni iymon sariga boshlaydi. Allohdan boshqa iloh yo'qdir kalimasi insonni musulmon qiladi. Allohni tonimayman degan so'z insonni kofir qiladi. Narsani aldım deysiz, sizning bo'ladi. Satdım deysiz, qarshi tarafning bo'ladi. So'zi halolni harom, haromni halol qiladi. Masalan, xotinni aldım deysiz, uning har narsasi sizga halol bo'ladi. Qo'yvatdim deysiz, u sizga harom bo'ladi. Taloq. Demakki, bu so'z va so'zning kuchidir. So'zga sal qarash hayot falsafasiga sal qarash demakdir. So'zda turish iymondir, qilgan so'zda turmaslik munofiqlikdir. Eng axirgi vahiy bo'lgan Qur'onmu so'zdir, Allohning so'zidir. Allah insonga vahiysi orqali so'z qilgandir. Uning uchunki Qur'onni Allohning insonga sungan maktubi deymiz. Qur'on so'zning sultonidir. Chunki u sultonlar sultonining so'zidir. Ey insonlar, o'zaro go'zal so'zlanglar. Baqara 83-oyat. Mening bandalarimga deginki, o'zaro go'zal so'zlashsin. Isro 53-oyat. Yaxshi so'z issiqdir, yomon so'z soyuqdir deydi atalar. Dünya söz bilan boshqarildi. Minglagan askarni qurollandiraolganmi so'zdir, fikrdir, tasavvurdir. Ularni qurol tashlatqizadiganmi so'zdir. So'z ma'nosiga kelgan kalima insonning jarohatlanishi degan ma'noda keladi. Uning uchun atalar tayoq boshni yaralasa so'z yurakni dog'laydi deyishidi. Güzel söz düşmanni do'st qilsa, nachar söz do'stni dushman qiladi. Mana bu so'zning farqi. G'ayri dindikilar üstel ustida davlat ishlarini so'z bilan hal qilishmoqda. Biz bo'lsak, o'zaro o'zlarimizni tushunolmay mushkaltak ko'tarishga tayyor. Chunki so'zdan nisibamiz yo'qdir. So'zimiz bo'lmag'achqa so'zning kuchi yo'qdir. Badan yarisi saqaydi, lekin qalb yarisi saqaymaydi. Undaqda har qachon sizning koinotga deydigan bir jup so'zingiz bo'lsin. So'zingizga diqqat qiling. Qaf surasi 18-oyat. İnsan har qanday so'zni qilganida uning orqasida ta'qib qiladigan farishta bordir. Ulug' Qur'onniki Alloh mundaq dedi, shayton bundaq dedi deganlar bu so'zdir, dialogdir. Demakki koinot so'zning ustiga qurilgandir. So'zi yo'qning tili, tili yo'qning dialogi yo'qdir. Hayot falsafangizni so'z orqali oqartishga tirishing. So'zlarning sultoni hayot falsafangiz bo'lsin. Alloh o'z kalomida mundaq deydi. Allah sizlarga eng güzel so'zni Qur'onni nozil qildi. Zumar 23-oyat. Duo va salom ila